Assalomu alaykum hurmatli ishtirokchilar, yozma qatnashchilari. Bugungi mana uchinchi asosda o'tkazilgan uchrashuvimiz boshlaymiz. Boshqa e'lon qilamiz. Kimda nima savollar bor? O'sha ishlab chiqarishga o'sha nima qilmoqchi edik, qayta ishlash yo'lga qo'ymoqchi edik shularni. O'tiribsiz, o'tirib. Xo'p, demak siz sambolga qilmoqchisiz. Boyaga faoliyat joyingiz bo'yicha. Shunday. Bu bo'yicha kerak hujjatlar olib kelasiz. Boya garov baholashlaringizni, mulkingizni garov baholash davomnomalarini hammasini bizga yetkazasiz. Tegishli xodimlarimiz ko'rib chiqadi. 200 million so'm kredit olmoqchi bo'lsangiz, 200 million so'mga kamida boya aytdik baholash 400 million so'mning kamida bo'lishi kerak. Baholangan subyektingizni, obyektini mulki. O'shani olib kelasiz va tegishli hujjatlarni hammasini olib kelsangiz, tegishli xodimimiz ko'rib chiqadi va tezlashtirib kreditni chiqarib beramiz. Xudo yana kimda savol bor? Assalomu alaykum. Men Nurobod mahallasidanman. Chorvachilik bo'yicha 50 million kredit olmoqchiman. Shu masalada. Tushunarli. Demak, chorvachilik bilan shug'ullanmoqchisiz, 50 million kredit kerak sizga. Bu bo'yicha o'zingizni hujjatlaringiz bormi? Hujjatlarni olib keldingizmi? Demak, chorvachilik bo'yicha mahalla bankimiz tavsiyanomalari, agentimiz xulosalari kerak. O'sha bo'yicha hamma xulosa olib kelasiz. O'zingiz hujjatlar bilan va xodimimizga bersangiz, sizga tezlashtirib kredit chiqarib. Yana kimdan so'rayman? Ravshan mahallasida Shamsiy Subyekman 17 million so'mlik shifochilikka kredit olmoqchi edik. 17 million so'm. Demak, siz mahallada hokimiyatdan tavsiyasini olib keldingizmi? O'sha tavsiyanomalarni va hujjatlaringizni mahalla bankimizga berasiz. Ko'rib chiqib, sizga ham tezlashtirib xulosasini beradi. Marhamat qilmay yozamiz. So'ragamon. Oqpon va chorvachilik bo'yicha 17 million kiritamoqchi. 17 million so'mda sizdan tavsiyalar olib kelgansiz mahallalarimiz, hokimiyatlarimizga. Bo'ldi, demak, tegishli xodimlarimiz ko'rib chiqarib, o'rganib, xulosa hujjatlarni tayyor bo'lsa berib ketasiz. Tezlashtirib chiqarib berishadi. Yana kimda nima savollar bor? Kredit olish, boshqa masalalar. Kredit olish masalasi. Qaysi mahallamiz? Oqsho'raydansiz. Demak, mahallangizda agentimiz bor. Uchrashasiz agentga. Bor, limitimiz bor. Agentimizga uchrashasiz. Agentimiz sizga mahalla hokimiyatlaringiz bilan tavsiyanomani beradi. O'zingiz ma'lumlasiz va kafil kerak. Hozir hamma tartiblarimiz kafilga asosida kerak. O'sha asosda ajratib berasiz. Shunda chiqarib berasiz. Siz hujjatni olib kelishingiz bor. Hujjat hozir. Buni olib kelsangiz ertaga chiqadi. Xo'jayin nomiga olaman, ismimni ta'qib qilaman. Men o'zim cho'rniga kirib qolganmanda, vaqtida to'lamagansiz, shuning uchun. Vaqtida to'lagan.